To'g'ri kelsa yuziga surib oladigan qizga o'xshab ko'rinaman, lekin rosa qimmat kremlarim, serumlarim rosa ham ko'p, lekin bittasini ham surmaganim uchun yuzim mana shunaqa yaxshi ko'rinadi deb o'ylayman. Hivroshani men bu anti-age serumini ishlataman. Fransuzskiy kosmetika sizlarga tavsiya qilaman, uncha qimmat emas. Buni kechasi ham, kunduzi ham makiyajdan oldin ishlatsa bo'ladi. Serumni surdim, yuzim yaltilayapti mana. Lancome namlab olib tonalka sursa, yana ham yaxshi po'ralarga farqi yo'q. Yuzimga ham mana bunaqa quyuraman, gubkaga ham quyib yuzimga suraveraman. Menga farqi yo'q. Qimmat brend kosmetikalar olaman, krem, serumlarda bittasini ham surmayman. Menimcha bu kasallik ko'p qizlarda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yoshligimda oyim achigan qattiq surardilar, sepkinlaring yo'q bo'ladi deb. Nabarot po'ralarimni ochib yorgan bor, o'sha qattiq. Mayli onajon, yaxshilik uchun surganlar. Mana azobini katta bo'lgandan keyin tortyapman. Bo'ynimga ham surib oling, tonalkani. Labimda gelim bor azizlarim, gel quydirganman. Bir marta nima bo'lar ekan deb quydirib ko'rdim. Rosa yoqdi o'zimga, keyin yana ozgina ishirib oldim. Ozgina vaqt o'tgandan keyin puchayib qoladi deb umid qilaman. Tutib qolsa borib yana ishirib kelishim mumkin. Nima qilibdi? Bosh qizlardan nima ko'p? Bo'ldi, tonalni surib oldik. Pastel highlighterni rosa yaxshi ko'raman, bronza highlighterni suramiz. To'raga Minisodan mana bunaqa narsa ishlataman necha yillardan beri. Qo'shinglarni laminatsiya qildirmanglar o'rtoqlar. Laminatsiya qilib pul topadigan qizlar mendan xafa bo'lmanglar. Mirtinga qimmat. Bir haftaga yo yetadi, yo yetmaydi. Endi смотря qanaqa laminatsiya ishlatganiga qarabda, fransuzskiy deb kiydiradi, ishonmanglar qizlar. Like bosin. Kontur uchun kikonikini ishlataman. Kiprigingizni taring deb urishasizlar qizlar. Mana kiprigimni doim men tarab yuraman. Sun'iy junni tarash kerak azizlarim. Men rumyani ko'p ishlaturmayman, lekin kistichkamda rumyan ham bor. O'sha rumyanani suraman. Makiyajimni qotirish uchun. Past tishlarim qiyshiq-ku. Mana ikkita pastdagi oldidagi tishlar bir-birini ustiga bunaqa chiqib qolgan. Lekin o'zimga yoqadi. Vinner qildirmoqchi edim, keyin voz kechdim. Birinchidan qimmat. Pulini ham mayli, topamiz pul. Ikkinchidan tishimni arralab kichkina qilib qo'yargan. Durdek brilliantga teng tishlarimni arralatmayman. Meni yaxshi ko'rgan, shunday yaxshi ko'rsin. Mana, halol makiyaji shunaqa. Like